Hozir sizlar bilan chakkichilik qilishni o'rganamiz. Assalomu alaykum. Azizlarim. Tuz bilan yaxshilab aralashtirsa zo'r chiqadi. Ozgina suv solamiz. Bismillah. Mana aralashtiramiz. Chakkisi yaxshi ekan. Hojirasi qolmasligi uchun yonga ezib aralashtiramiz yaxshilab. Xuddi smetanaday bo'ladi. Bu turush chakka, o'zi turush chakkadan yaxshi chiqadi. Chakkichilikka shirin chakka bo'lmaydi. Shirin chakkadan chiqmaydi chakkichilik. O'zi bu qaymoqlik chakka edi, shuning uchun ham qaymoqlari ko'p. Bunday qilib qo'limizda yalaymiz. Bismillah. Bay. Jonam bazam bobo bo'ldi. Mana judayam chiroyli. Bu chakkini yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz bo'libdi-ku. Chakkichilikda judayam zo'r. Kelinglar. Chakkichiligimiz tayyor bo'ldi. Bismillah deb ichamiz. Judayam zo'r. Mana salgina bu mayda g'o'jarachalar bu hech nima emas. Lekin o'zi judayam yaxshi bo'lgan. Judayam apetitli. Judayam zo'r.